Xitoyning Sharq Turkistonda xalqni atalmış karantina nomida uylarga va kollektiv kuzatish markazlariga qamab qo'yg'iniga 100 kundan oshdi. Yaqinda o'tirg'i chiqqan qisqa video ko'rinishlari atalmış kollektiv kuzatish markazlari nomidagi qamoqxonalarning haqiqiy abdi bashirisini oshkorlab berdi. Bir video bir Uyg'ur ayol bir kollektiv karantina markazidagi nachar muhitni tonishtirgan. Karantina nomidagi bu markazlarda amaliyotda hech qanday karantina tadbirlari yo'lga qo'yilmagan bo'lib, tozligimi intayin nachar ekan. Bu ayol bu yer karantina markazimi yoki bir yig'ilish markazimi deb savol qo'ydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondu'nun dokulatını nakil keltirip, dünyada 150 milyon balanın yetim ekanligi, her günü 10 ming bala yo'qolib ketayotganligi ve her 5 balanın birinin urush ve to'qinishning ziyonkashligiga uchirganligini bayon qildi. Şentop yuqorqi so'zlarni qilgan bir yig'inda Sharq Turkistondagi insoniy fojia haqida to'xtaldi. O mundaq dedi: Şunu unutup kalmaslıqımız gerek ki, Sharq Turkiston rayonida 2 milyondan artıq bala assimilasiya qilinish uchun oilasidan elib ketilgan va lagerlarga solangan. Qozog'istondagi Saylam komitetining dastlabki natijasiga qaraganda, Qosim To'qayev muddatdan burun o'tkazilgan prezident saylamida 81,31% bilan g'alaba qilgan. Amerika Kengash Palata a'zolari hukumatdan Xitoy o'zak ishlab chiqaruvchilari bilan savdo qilishni cheklash tadbirini yo'lga qo'yishni talab qildi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Amerika Demokratchilar partiyasining Kengash Palata a'zosi Jack Schumer va Cumhuriyetçiler Partiyasi Kengash Palata a'zosi John Cornynning Amerika hukumatidan Xitoy o'zak ishlab chiqaruvchilari bilan savdo qilishni cheklash uchun kuchli lobbichilik qilganligini xabar qilgan. Xabarda Schumer bilan Cornyn oldingi oyda Kengash palatasining davlat mudofaa huquq berish qonunining oktябrdagi boshqaruvchi manbasiga o'zlarining takliflarini qo'shib xizmatdoshlarini qoyil qilish uchun harakat qilganligi bildirilgan. Xitoy doiralari 6 oydan buyon tunji qitim Xitoy virus sababli 2 kishining o'lganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyning atalmış nol Covid tadbirlarini texmo kuchaytirganligi andisi o'tirg'i chiqdi. Buning bilan paychiki bozorda tavrinish bo'ldi. Amerika dollarining bo'lsa bu hafta kuchaydiganligi mo'ljallanadi. 2022-yillik Dünya Longqisi futbol musobaqasi Qatarning poytaxti Dohada ichilish marosimi bilan boshlandi. Bu davlatlar orasidagi eng chong futbol musobaqasi bo'lgan Dünya futbol longqisining Arab dunyosida tunji qitim o'tkazilishi bo'lib, 60 ming el bayit tantarbiya sarayida o'tkazilgan ichilish marosimiga qatnashdi. 2022-yillik Dünya Longqisi futbol musobaqasi qatnashadigan 32 komanda jami 64 maydon musobaqa qilishdi. Musobaqa 18 dekabr o'tkaziladigan hal qilg'uch musobaqa bilan oxirlashdi.